Ot yig'lagan kun. Muallif Rustamjon Ummatov. Bu gapni dastlab eshitganimda ishonmagandim. Biroq Mirza Abdulla aka bilan uchrashgach, ha, otning yig'lagani rost dedi u. Dadamga 11 yil hamroh bo'lgan o'sha jonivor zulukday qop-qora edi. Dalada tizginini bo'yniga tashlab qo'yardilar. Bir qadam nari ketmay yonlarida yurar, to'xtasalar ko'zlariga termulgancha qotib turaverardi. O'sha kuni bomdodga yaqin otam uzildilar u ot bezovtalana boshladi. Azorli kishnashlariga, tinimsiz dupur-dupuriga toqat qilib bo'lmasdi. Murodilla akamning gaplari bilan chilvirdan bo'shatib darvozaxonaga olib chiqdim, ammo bog'lagim kelmadi. Jonivor o'sha yerda yarim kun boshini ko'tarmay turdi, hech narsa yemadi ham. Janoza o'qilib, tobut ko'tarilganda old oyoqlari bilan cho'kkalab oldi. Badani titrab, ikkala ko'zidan sharrosi yosh quyilardi. Tog'am, akam hammamiz dod deb yubordik. Izdihom yelkasidagi tobut otning oldiga qo'yildi. Ovozi titray boshlagan Mirza Abdulla aka bir yutinib olib davom etdi. Hozir sizga aytib berishga so'z topolmayman uka. Ot jonivor kishnamasdi, xuddi insonday o'krab yig'lardi. Qabristonga ham tobutning yonginasida odamlarday odim tashlab bordi. Tuyoqlaridan tiqqaytgan tovush chiqargani yo'q. Tuproq tortilib bo'lingach ham cho'kkalab olgan ot boshini ko'tarmay turaverdi. Menga chopon topilmay otamning bir ikki bor kiyilgan to'nlarni berishgandi. Xo'ngragancha otning bo'ynidan quchoqladim. U tanish hidni olib o'rnidan turdi. Motamsaro otning o'sha kungi holini o'ngimda ko'rganimga ba'zan o'zim ham ishonmay qolaman. Lekin bu voqeaga butun qishloq, ta'ziyaga kelganlarning bari guvoh bo'lgandi. Muallif Rustamjon Ummatov.